Ilovatga qarang, tana videodan keyin kommentariyada ko'p fikrlar bildiribdi-da, negativ fikrlar yozilibdi. Shularga nima bo'ladi deysiz? Endi ularda o'zim ham o'qidim. Lekin bu ko'pchilik odam tushunmagan o narsani. Bu yerdagi o'quvchilar, kelgan o'quvchilar ham tushunmagan. 15 kunday, 10 kunday o'zimning sog'lig'im to'g'ri kelmadi, shunga sal darslarning orasi ochilib ketdi. Shu sababli ya'ni formalarda sal irqilish bo'ldi. Bularning diplomlari ham irqilish bo'ldi. Lekin bu diplomchilarimga o'zimning shu bo'lib turgan vaziyatimni tushuntirib aytdim. Kutdilar, mana bugun diplomni oldilar barisi. Lekin bunday holat bo'lmagan. Lekin bunday holat bo'lmagan bizlarda. Qancha Chunki bu 7-guruhim mening. 7 guruhdan beri hech qanday unday holat kuzatilmaydi. Bu yerda tushunmovchiliklar sababli har xil fikrlar, har xil mishmishlar bo'lib ketgan. Endi odam kelib turib boshda u kelib o'qib, undan keyin bilsa bo'ladi o narsani. Prosta shu o'rtada 10-15 kun mening o'zim sog'lig'im to'g'ri kelmadi, shu sababli hamma narsa kechikib ketdi. Shunga noto'g'ri tushungan. Ha, shunga noto'g'ri tushunishdi. Endi hamma istijamimiz hamma turavermaydi o'zi. Va to'g'ri. Shuning uchun bu o'quvchilarim odam tushuncha berib, masalan, shu vaziyatim shunday bo'lib turibdi deb tushunib, mana bugun quvonishib diplomlarini oldilar. Gap so'zlar bo'lsa o'zingizga chiqsin. Shu, gap so'zlari bo'lsa bemalol o'quv markazimiz ishlab turibdi, kelib shu yerda bizlardan savol javob etsin. Yaxshi, rahmat. Yaxshi, sog' bo'l. Yaxshi.